Biz qurbonlik qilishlikka harakat qilishligimiz kerak. Qanday qilib qilinadi? 7 ta inson bir sigirda yoki tuyada sherik bo'lishligi mumkin. Bizning yurtlarda bunday narsa kamroq kuzatiladi. Bizda ko'proq kuzatiladigan narsalar qo'y olib so'yiladi. Qo'yni qandayini olamiz deb savollar beriladigan bo'lsa, qo'y tishlari chiqqan bo'lishi kerak. Ostidagi ikkita tishi kattayib chiqib qolgan bo'lsa, o'shini sunoi deydi. 4 tasi chiqsa ruba, 6 tasi chiqsa sudais deb nomlanar ekan. Semiz bo'lishlik kerak. Kamchiliklardan, nuqsonlardan uzoq bo'lish kerak. Biror bir a'zosining 3dan 1 qismi kesilmagan bo'lishlik kerak. Inson ko'rganda xursand bo'ladigan darajada kasalliklardan uzoq bo'lgan holatdagi sog' salomat semiz qo'y bo'lishligi bizni shariatimiz ko'rsatgan. Hozir biz qo'yni sifatlarini aytadigan bo'lsak, u yerda juda ham ko'p sifatlari bor. Masalan, qo'yning junlari hammasi tabiiy bo'lishligi, qo'y xotirjam o'zi bosishligi, o'tni yeyotganda hech qanday to'siqsiz yeyishligi, burnilaridan yoki boshqa joydan uni issiqligi bo'lmayotganligi, ya'ni mayda-chuyda o'ta ko'p sifatlar bor. Biz u mayda ko'p sifatlarga to'xtalmaylikda, qo'y qanday bo'lishlik kerak degan savol berilsa agar, bizni qurbonlikka olmoqchi bo'lgan qo'yimiz eng go'zal, eng chiroyli sifatlarda bo'lishlik kerak. Chunki Alloh subhanahu va taoloning yo'lida savobga erishishlik maqsadida qurbonlik qilyapmiz. Ayblardan, nuqsonlardan, kamchiliklardan uzoq bo'ladigan bo'lsa, ana u qo'yni olishligimiz mumkin. Albatta u qo'y 1 yoshga kirgan bo'lishligi kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalari aytadilarki, kunna nusaminu al-aghnam wal ma'iza fil Madinal Munawwara, Madinai Munawwarada. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning shaharlarida biz qo'ylarni yoki echkilarni sotib olib, ularni semirtirishlikka harakat qilardik. Qurbonlik qilishlik maqsadida qo'ylarni semirtirardik deb sahobalar aytishgan. Shuning uchun ba'zi bir insonlarni kuzatib qolasiz, hayotda ertaroq 1 oy burun, 10 kun, 20 kun burun qurbonlik qilishni niyat qiladi, so'ngra uyiga mana shu qo'ylarni sotib olishadi. Farzandlari so'rashi mumkin, yosh bolalar masalan, ota yoki aka, amaki nima uchun bu qo'yni sotib oldingiz desa, siz aytasiz qurbonlik uchun. Mo'min musulmonlarning hayit bayrami bor. Mana shu bayramda xursandchilikni hamma insonlarga ulashishlik maqsadida biz qo'y sotib oldik deb ularga aytilsa, u ham nima tarbiya bo'lib hisoblanadi. Zabahan nabiy sallallohu alayhi vasallam bi kabshayn aqranayn. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Amlahayn deyiladi hadisda, ikkita katta bo'lgan, semiz bo'lgan, qashqa shoxlari bor bo'lgan qo'yni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'z qo'llari bilan so'yib qurbonlik qildilar. Aytdilarki, birinchisi o'zimdan, ikkinchisi esa butun ummatimning nomidan qurbonlik deb Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar. Bir oilada 3 ta 4 ta aka-ukalar bo'lib yashashayotgan bo'lsa, ularning hammalarini nomidan bir kishi qurbonlik qilsa yetadi. Ya'ni bir oiladan bir kishini qurbonlik qilishligi o'zi kifoya qiladi. Imkon topsa mana shu qo'yni o'zi so'yishligi, imkon topolmasa qassobga bersa chiroyli qilib so'yib beradi. So'yilgan qo'yni haqqini qo'yni pulidan yoki go'shtidan berilmaydi. Qo'yni terisi yoki chiqqan boshqa aytaylik kalla, oyoqlari, shunga o'xshagan narsalarni ham pullab bo'linmaydi. Agar sotib yuboriladigan bo'lsa, sotilgan pulini qaytarib ehson qilib olishlikni bizning shariatimiz ko'rsatgan. Aytaylik, so'yilgan qo'yimiz 30 kilo chiqdi. Mana shu qo'yni go'shtini qanday qilib taqsimlaymiz degan savol berilsa, 10 kilosini, ya'ni 3dan 1ini ulamolarimiz aytishadiki, o'zlari, oilasi bilan, farzandlari bilan olib bemalol mana shuni yeyishliklari mumkin. Yana 10 kilosini qavm qarindoshlarini ichidan xabar olib, ziyorat qilib, hayit bayram bilan tabriklab, ularni uylariga borib yetkazsin. Yana 10 kilosini 3dan 1 qismini esa mahalladagi tanigan, bilgan, faqir, miskin insonlarga ehson qilinadi. Mana shu narsa qurbonlik deyiladi. Mana hozir qaysi bir inson qurbonlik qilmoqchi bo'lsa, namoz o'qilingandan keyin qurbonlik qilsin dedilar hadisda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Demak, ertalab soat 8 dan boshlab qurbonlik qilishligimiz mumkin. Undan oldingi qilingan qurbonliklar oddiy sadaqa ehson qatorida bo'lib qolishi mumkin. 7 dan 45 minut o'tgandan keyin, ya'ni hayit namozi o'qilinib bo'lgandan keyin qilingan qurbonlikni Alloh subhanahu va taolo qurbonlik deb qabul qiladi inshaalloh. Namozlarni o'qib bo'lib qaytib borganimizdan keyin qurbonlik qilamiz. Rossiyada yurgan yoki Koreyada yurgan yoki boshqa bir yurtlarda ish yuzasidan mehnat qilib, halol kasb, hunar qilib yurgan insonlar, Alloh taolo ularni hammasini kasblariga, kasb-kamorlariga baraka bersin. Shu insonlar ham qurbonlik qilsa bo'ladimi degan savol bo'lsa, albatta bo'ladi.
yurtlariga, birodarlarga, do'st, yor, qarindoshlarga ishongan insonni vakil qiladilar-da, meni nomimdan bir qo'yni olib so'ying hamda mana bu insonlarga taqsimlab tarqatib yuboring deb o'sha joydan turib bir pullarni bu yurtlariga, yaqin insonlarga yuboradigan bo'lsa, mana shu insonlarning nomidan qurbonlik deb hisoblanadi. Yana savol bo'layapti ba'zi paytda, o'tib ketgan otasini nomidan yoki qavm qarindosh, do'st, yor, birodarlaridan bir taniganlari o'tgan bo'lsa, mana shularning nomidan ham qurbonlik qilsak bo'ladimi desa, albatta bo'ladi. Chunki qurbonlik sadaqa bo'lib hisoblanadi. O'tgan insonga sadaqa qilishlik yoki ehson qilishlik esa bizning shariatimizda bor narsa. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga bir kishi kelib, "Ya Rasululloh, meni onam dunyodan o'tdilar. Afa atasaddaqu anha, onamning nomidan sadaqa qilsam qabul bo'ladimi? Onamga yetib boradimi?" deganda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "Ha, yetib boradi" dedilar. Shunda boyagi sahoba aytdilarki, "Ey Alloh taolaning elchisi, men nimadan qurbonlik, nimadan ehson qilay?" deganida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Sen onangni niyat qilib quduq kavla" dedi. Demak, ehson qilinsa, sadaqa qilinsa, ayniqsa qurbonliklar qilinadigan bo'lsa, do'sti bo'lsin, ota-onasi bo'lsin, o'tib ketgan insonlarning ortidan albatta qurbonlik yetib boradi. Shuning uchun birodarlar, qurbonlikni nafaqat o'zimizga, boshqa insonlarga ham xursandchilik kirgizishlik maqsadida mana bu qurbonliklardan quruq qolmaylik, balki qurbonlik qilmayotgan bo'lsak, mana shu yildan boshlab qurbonlik qilishlikka harakat qilaylik. 5000, 10000 so'm pullarimiz, $100, $150 pullar u boshqa joylarga ham ishlanib ketyapti. Pul bor insonlarki, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda lan yanalullohu luhumuha va la dima'uha, so'ygan mollaringlar yoki qo'ylaringlarning qonlari, go'shtlari Alloh taolaga yetib bormaydi, o'zinglarda qoladi. Valakin yanaluhu taqwa minkum, sizlarning qalblaringdagi taqvo yetib boradi deyapti. Ixlos bilan, taqvo bilan Alloh subhanahu va taologa so'yadigan bo'lsak, mana bu qo'ylarni yoki boshqalarni so'yib ehson qiladigan bo'lsak, albatta o'zimizga yoki yaqin insonlarimizga savoblar bo'ladi. Hammanglarni kirib kelayotgan Qurbon hayit bayrami bilan tabriklaymiz. Mana bu bayramni chiroyli o'tkazib, bundan keyingi bir necha yillardagi bayramlarni ham chiroyli kayfiyatda o'tkazishni Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Elimizni, yurtimizni Alloh subhanahu va taolo doimo shunday bayramlarni chiroyli, ko'tarinki kayfiyatda o'tkazadigan insonlarning qatorida qilsin. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin.